Birinchi farzandim tug'ilishi bilan ichimda yangi kuch va yangi ayol uyg'ongandek. Men juda ham katta mas'uliyatni his qildim va keyinchalik farzandlarim meni juda ham ko'p narsaga o'rgatishdi. Yanada sabrliroq, yanada hayotdan ko'proq zavq olishni o'rgandim va oddiy narsalardan xursand bo'lishni ham ko'proq his qilishni boshladim. Onalik karyeramga to'sqinlik qilmaydi. Karyeram esa onalik vazifalarimni kamaytirmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, har bir ishni yaxshi ko'rib qilsang, hammasi yengil bo'lar ekan, hammasini vaqtida ulgurar ekansan. Eng asosiysi bu balans, hammasini me'yorida, hamma narsaga keraklicha vaqt ishlatish zarur. Tug'ruqxonadan chiqish marosimi ham bu shunchaki odat emas, balki bu katta uchrashuv. Nafaqat bolaning dunyo bilan, balki oilamizning yangi hayot bilan uchrashuvi ham. Odatda yangi chaqaloqning qulog'iga azon va uni ismini aytiladi. Esimdivor shu narsani Shohruh aka, turmush o'rtog'im bajarganlar. Esimda tug'ruqxonadan chiqayotganimda bola uchun maxsus sarpolar to'plami sovg'a qilishgan. U yerda kiyim-kechaklar, o'yinchoqlar va hagiz ham bo'lgan. Farzandimning qulayligi uchun birinchi kunlardanoq hamma narsani taxt qilishga harakat qilganmiz. O'sha sho'rba, menga roddomga kelgan sho'rba. Xuddi o'sha. Juda ham mazali edi, hali ham esimda bor. O'zsan ovqatlarni shirin qilasan, atalay ham qilib kelgansan. Siz o'rgatgansiz deymanmi? Biz juda ham och o'tiribmiz hammamiz. Siz tug'ruqxonadan chiqqaningizda yaqinlaringiz qanday kutib olishgan?